Sizga shunchaki 25 talik, muhimi ko'z uchun himoyasi bo'lgan monitor kerakmi? Bugungi videomiz aynan shu haqida. Ya'ni Gigabyte kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan 25 diagonal, Full HD va 144 Hz da ishlovchi juda ham qulay narxdagi monitor haqida video tahlilini boshlaymiz. Gigabyte o'zi eslatadi, mana bu qismini biz yuqoriga qilib ochishimiz kerak. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, qadoq tarkibida chiqayotgani bizda o'zini yo'riqnomasi, orqada bizda HDMI kabel. Mana shu HDMI kabel yetib ortadi 144 Hz uchun. Kabel menejment uchun kichkinagina mana o'zini plastikchasi. Xo'p, mana shu kabeldan ko'rsak bo'ladiki, bizning regionga bu mos keladi va blok biternasini monitor ichiga joylashtirib olishgan, ya'ni oddiy kompyuterlarning кейsiga o'xshagan kabel. Bu bizning region uchun, Yevropa uchun esa bunaqa 3 tali vilkali variantini ham qo'shib beradi. Gigabyte har doimgidek o'zini bu fishkasi, ya'ni ikkita kabeli bor. Odatiy dizaynni saqlab qolgan holatdagi o'zini chiroyli mana kvadrat shaklga ega bo'lgan Gigabyte oyog'i. Oyog'ini yuqori ko'tarib turuvchi qismi. Oyog'i tayyor. Monitorimiz tayyor, oyog'i juda ham tez va oson tushadi. Kelinglar endi monitorning texnik xususiyatlari bilan yaqindan tanishib boshlaymiz. Birinchi galda diagonal 25 deyiladi. Aslida 24/5. Tasvir o'lchami esa 1920 ga 1080. Haqiqatdan mana shu 25 diagonaldagi monitor uchun eng ideal tasvir o'lchami hisoblanadi. Aytishim kerak bo'lgani, yon tarafdan qaraganimizda ham ranglar juda ham chiroyli ko'rinmoqda. Bunga sabab IPS va oddiy IPS emas, Gigabyte'ning o'zining texnologiyasi SS IPS Super Speed IPS texnologiyasi hisoblanadi. Oldi qismi bizda matviy emas, ya'ni glansviy, yaltiroqroq himoya qatlamiga ega bo'lgani uchun ranglar qanaqadir yana ham sochliroq, ya'ni yana ham to'yinganroq bizda ko'rinmoqda. Yorug'ligi esa IPS monitorlar singari hozirgi kunda standart bo'lib qolgan 300 kandela taqsim metr kvadrat. Lekin men aytishim kerak bo'lgani, kontrasti haqiqatdan juda ham zo'r. Menimcha siz mana shu kadrlarda ham oq va qora ranglarni his qilmoqdasiz. Standart IPSlarda bu 1000 bo'ladi yoki premium klassdagilarda 1300 bo'ladi. Aynan ushbu modelda Gigabyte men qoyil qoldim. Budjet bo'lishiga qaramasdan 1500 ga 1 nisbatdagi kontrastga ega bo'lgan matritsani ishlatgan ekan. Bu degani ranglar, oq va qora ranglar yana ham yaxshiroq ko'rinadi degan. O'yindan ham tashqari, misol uchun grafik dizayner ishlari yoki kino ko'rish yoki shundaki hujjatlar bilan ishlashlarda ham notebooklarga ulab yoki shaxsiy kompyuterga ham ulab mazza qilib ishlatishingiz mumkin bo'lgan o'sha Redmi ni puliga ozgina qo'shib ovorsa bo'ladigan monitor hisoblanadi. Ya'ni 100 Hz kizel, ya'ni yorug'ligi past, ya'ni rang ko'rsatish bundan sal xaparoq. Ko'z uchun himoyasi esa bunga qaraganda ancha pastroq bo'lgan Redmi dan ko'ra albatta shu monitorni olganimiz yaxshi. Xo'sh, notebookga yoki kompyuterga nima orqali ulashimiz mumkin deydiganlar uchun bizda ikkita tasvir qabul qilish portlari bor. Bitta HDMI 2.0 va bitta DisplayPort Pro 2. Komplektdan chiqadigan HDMI orqali xohlasangiz notebookga, xohlasangiz shaxsiy kompyuterga ulab bemalol ishlatishingiz mumkin. Naushniklar bo'lsa, qanaqadir pastga egilib o'tirmasligingiz uchun o'zida orqada porti bor. Bu yangilik emas, juda ham ko'p monitorlarda mavjud bo'lgan mini jack orqali naushniklarni ham ulashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ana endi o'yin uchun menga qanaqa qulay fishkalari bor, nimasi yaxshi deb aytishingiz mumkin. Misol uchun sizda 15 yoki 16 diagonalga ega bo'lgan notebookinglar bor, u juda ham kichkina ko'rinmoqda. HDMI orqali marhamat ushbu monitorni ulab, konturni ham yoki boshqa o'yinlarni ham maza qilib, sal bo'lsa ham kattaroq, muhimi qulayroq ixcham monitorni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Ishlash chastasi ushbu monitorimizniki bizda 144 Hz hisoblanadi. Aytishim mumkin, o'sha 700-800 dollarlik notebooklardagi ekranlardan ko'ra buni sifati, rang ko'rsatish, yorug'ligi ancha-muncha haqiqatdan
yaxshiroq. Undan tashqari esa javob berish vaqti bizda 1 millisekund MPRT deb yozilgan. Xullas oddiyrog'ini aytadigan bo'lsa, ya'ni o'zi bu haqiqiy qiymat GTG hisoblanadi. GTG bizda 3 torni tashkil qiladi. Endi sal marketing bo'lish uchun, ya'ni reklama bo'lish uchun 1 millisekund yozishadi. Bu o'zi ikkalasi bir-biridan farq qiluvchi qiymatlar hisoblanadi. Yoki 144 Hz uchun 3 tor bu yomon emas, endi IPS bo'lgani uchun. Undan tashqari esa mana pastda joylashgan joystig'i bor. Joystig'ini bosish orqali, markazda joylashgan knopkasini bosish orqali biz ekranni menyusiga kirishimiz mumkin. Bu yerda o'yin uchun maxsus rejimlari bor. Ya'ni black equalizatsiya bor. Ya'ni kadrni sun'iy ravishda oqartiribroq, ya'ni oqroq, qoraroq qilib beradi. Bu sifat bilan qilmaydi, lekin shunaqa funksiyasi bor. Super resolution funksiyasi bor. Bu degani tasvir xiralashayotgan paytda o'zi nisbatan tiniqlashtirib beradi. Bu ozgina qaysidir detallarda farq berishi mumkin, lekin real hayotda unaqa katta farqi yo'q. Undan keyingisi bizga ko'rishimiz mumkin bo'lgani, bizda har xil rejimlar bor. O'yin uchun sRGB, Eco standart kabi rejimlar. Agar brightness kontrastlarni o'zingizlar nazorat qilmoqchi bo'lsanglar, unda standart rejimga qo'yganinglar yaxshi bo'ladi albatta. Xo'p, display HDMI yoki display port bilan ulanganini nazorat qilishimiz mumkin bu joyda. Xo'p, o'zini nastroykalari, mana shu menyusini sozlamalari, dastur tili, shu kabi funksiyalarni biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xullas aytadigan bo'lsam, shunchaki maza qilib ko'ndirib, muhimi ranglarni yaxshi ko'rsatadigan monitorda o'ynamoqchi bo'lsanglar, albatta puliga arziydigan monitor hisoblanadi. 144 Hz. Bu misol oddiy qilib aytadigan bo'lsa, Kalash MKni olib maza qilib o'ynashingizga yetadi. To'g'ri, AFP xlapishkada dahshatli fliklar qilasiz deb aytolmayman, lekin qolgan paytda ishdan kelganda yoki shunchaki bo'sh vaqtda action o'yinlarni o'ynab turishga, qolaversa GTA, Cyberpunk shunga o'xshash o'yinlarni yuqori nastroykalarda 144 Hz da o'ynash o'zi bu juda ham zo'r degan. Ya'ni boshlang'ich darajada action o'yinlarni bemalol o'ynab turishinglar mumkin bo'ladi. Endi o'zi asosan bu monitor bizda o'yin uchun mo'ljallangan, lekin kelinglar ozgina bo'lsa ham shu rang xususiyatlari haqida gaplashamiz. Sababi ko'z uchun himoya, pasaytirilgan ko'k rang himoyasi, ya'ni low blue light, flicker free texnologiyalari bunda ancha yaxshi. Bilasizlar, Gigabyte hozirgi kunda o'zini sifatli bo'lgan monitorlari bilan ham sekin-sekin tanilib borayotgan, o'zi taniqli bo'lgan brend hisoblanadi. Shu monitorimizda esa rang ko'rsatishi sRGB 120% ni tashkil qiladi. Haqiqatan aytishim mumkin, bu o'z narxi atrofidagi monitorlar bilan solishtirganda haqiqatan uni sifati va rang ko'rsatish bilan yaqqol ajralib turadi. Boyagi aytganimdek, kontrast 1500 ga 1 nisbat bu shunchaki qanaqadir oddiy ma'lumot emas, bu haqiqatan farq beruvchi. Ayniqsa mana shunaqa oq va qora ranglar bitta joyda to'qnashgan paytda juda ham bir katta farqini his qilasizlar. Aytmoqchi bo'lganim, endi professional darajada color demayman, o'rtadan ham yuqori deya olmayman, boshlang'ich va o'rtacha darajada yoki shunchaki ijtimoiy tarmoqlar, qanaqadir marosim montaji bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, sizga qanaqadir qo'shimcha monitor kerak bo'lsa, o'sha monitorda qolgan paytda o'ynab turishni xohlasangiz yoki notebookingiz uchun shunchaki 25 diagonaldagi sifatli monitor qidirib yurgan bo'lsangiz, bemalol ushbu monitorimiz sizga rang bo'yicha ham, o'yin funksiyalari bo'yicha ham mos keladi deyishim mumkin. Xo'p, ana endi dizayn va qulayliklari haqida gapiradigan bo'lsak, aynan shu Gigabyte monitorini 200 Hz, 240 Hz monitorlari ham bor. Ularning ham ikki xil varianti bor. Shunaqangi oddiy podstavkali, ya'ni oddiy oyoqqa ega bo'lgan, qolaversa ergonomik podstavkali variantlari ham bor. Xuddi shu Gigabyte o'zini dizaynini saqlab qolgan holatda arzonroq bo'lgan chiqargan monitorlardan bittasi deyishim mumkin. Ya'ni eng budjet toifadagi hozirgi kunda o'yinlar uchun kamida 144 Hz da o'ynashinglar kerak bo'lgan monitor hisoblanadi. Xo'p, oldinga bizda 5, orqaga 20 gradusgacha yotishi mumkin. Albatta oyoq sizlarga yoqmasligi mumkin. Yechib olib tashlab 100 ga 100 vesa bor, ya'ni krashtenga osishingiz mumkin. Lekin oyog'ini ham juda ham chiroyliroq qilib ishlashgan, ya'ni juda ham qo'pol emas. Hatto MSI 200-300 Hz monitorlarga qaraganda oyog'i ancha chiroyliroq qilib ishlangan. Xo'p, shaxsan o'zim shu monitorni zo'r
qildim, tasvirlarni ko'rdim. Ya'ni 5 ta jihatdan sizlar bilan ko'rib chiqdik. 5 dan necha baho qo'ygan bo'lardingiz deb so'raydigan bo'lsangiz, men 5 dan to'g'ri 7 talar qo'ygan bo'lardim. Undan 0.2si oyog'i ergonomik emasligi, 0.1 ozgina rang bo'yicha xususiyatlari va qasturmanada yana bitta 0.1 bizda baribir javob berish vaqti nisbatan hozirgi kundagi 300 Hz monitorlarga qaraganda sal yuqoriroq ekanligi, lekin to'g'ri budjet jihatdan olib qarasak, bu monitorimiz ham aslida yaxshi. Qolaversa menga rang ko'rsatkichi juda yoqqan uchun 4.7 desa bo'ladi, ya'ni 5 dan. Marhamat, videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, ushbu monitor haqida fikringizni kommentariyada kutib qolamiz. Aynan gigabayt monitorlarni ishlatayotgan bo'lsangiz, hozirgi kunda qaysi modelni ishlatmoqdasiz o'zi va shu model haqida sizning fikringiz qanaqa? Kommentariyada yozib ketingiz. Bu biz uchun ham qiziq va gigabayt monitorlarni olmoqchi bo'layotgan insonlar uchun ham qanaqadir foydali ma'lumot bo'lgan bo'lar edi. Marhamat, ushbu monitor yoqqan bo'lsa, Edge orqali xarid qilishingiz mumkin. Undan ham tashqari unutmanglar, buni notebooklarga ulab ham maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Muhimi, ko'z uchun himoyasi bor.